Sport bu sog'lom hayot garovi, ammo ba'zi odamlar oddiy sport bilan cheklanmaydi. Ular xavfni, adrenalinni va chegaralarni sinashni yaxshi ko'rishadi. Dunyodagi eng xavfli sport turlari qatoriga kiradigan ba'zi misollar. Base jumping. Odamlar baland binolar yoki tog' cho'qqilaridan parashyut bilan sakraydi. Xatolik qilishga imkon yo'q. Faqat bitta noto'g'ri harakat hayotingizni yakunlashi mumkin. Statistika shuni ko'rsatadiki, bu sport turida har 60-70 sakrashda halokatli, baxtsiz hodisa yuz beradi. Chuqur sho'ng'ish. Nafas olish moslamasisiz okeanning tubiga sho'ng'ish. Dunyodagi eng tajribali g'avvoslar ham kislorod yetishmovchiligi, bosim o'zgarishi yoki g'avvos kasalligi sababli halok bo'lishi mumkin. Free solo climbing. Alpinistlar tog' cho'qqilariga arqonsiz va himoya vositalarisiz chiqishadi. Faqat bir qadam noto'g'ri tashlansa, natija aniq: qulash va o'lim. Speed flying. Bu chang'i va parashyut sportining kombinatsiyasi bo'lib, odamlar ton yonbag'irlaridan boshqariladigan parashyut bilan katta tezlikda uchib tushishadi. Birgina shamol harakati yoki noto'g'ri burchak halokat bilan tugashi mumkin. Lekin savol tug'iladi. Bu odamlar o'z hayotini xavfga qo'yib, nimani isbotlamoqchi? Ba'zilarga adrenalin kerak, boshqalarga esa o'z chegaralarini sinash yoqadi. Kimdir esa shunchaki o'zini tirik his qilish uchun shunday xavf-xatarlarga boradi. Siz qanday fikrdasiz? Bunday sport turlarini sinab ko'rarmidingiz? Javobingizni albatta izohlarda yozib qoldiring.